Novostroykadan uy so'raganmiz. 3 xonali uyimizni video obzorni ko'rsatamiz. Kirish xodlari ko'rishlaringiz mumkin. Marhamat qilib ko'ramiz. Hamma narsalari o'ziga bir-biriga moslashtirib remont qilingan. Aboylari ham ochiq aboydan qilingan, ko'rishlaringiz mumkin. Parda gilamlari bor. Bu ham spalnyamiz hisoblanadi. Ko'rishlaringiz mumkin. Keyingi xonamiz oshxonamiz bo'ladi. Oshxonamizda ham mebellari, duh konturnik xatyollari ko'rishlaringiz mumkin. Va bu yerda aristollari joylashtirilgan. Kir mashinasi bor. Vitishka gazlarimiz hammasi bor. Uyimizda umumiy maydoni 75 kvadratni o'z ichiga oladi. 4-qavatda joylashgan do'stlar. Bu mehmonxonasi hisoblanadi. Mehmonxonani ko'rib turibsizlar, keng va yorug'. Juda ham katta mehmonxona ekan. Do'stlar, manziliga keladigan bo'lsak, sohil bo'yida Anzur aptekani shunday orqasida joylashgan yangi Novostroyka uyimiz birda yo'nalishini shunday yonginasida. Xullas, 3 xonali 4-qavatda joylashgan uyimiz 75 kvadratni tashkil qiladi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 565 million so'm, o'tib beradigan joyi bor. Srochni bog'lanib, pastki nomerlarga murojaat qilishingiz mumkin.